Hozirgi kunda xabarimiz bor ko'plab soliq imtiyozlari inson omilisiz, ya'ni masofaviy tarzda amalga oshirilmoqda. Aytingchi, mana shunday nogironligi bor bo'lgan farzandlar ota-onasi uchun ham berilayotgan imtiyozlar avtomatlashtirilganmi? Albatta, hozirgi kunda deyarli barcha imtiyozlarimiz elektronlashtirilgan. Shu qatori bu parvarishlash xizmati ham elektron shaklda murojaat yuborib imtiyozni olish mumkin. Buni nafaqat o'zini elektron ключ orqali, balki hozirgi kunda keng ommalashgan o'zi soliq mobil ilovamiz orqali ham murojaat yuborib shu imtiyozdan foydalanish mumkin bo'ladi. Yuqorida aytdik, bu imtiyoz bo'yicha ilgari maktabgacha va maktab ta'limi bo'yicha imtiyozi bo'yicha ham imtiyoz qo'llash tartibi soliq mobil ilovamizda bor edi. Ya'ni ko'pchiligimiz bilamiz, ta'lim kreditini qoplash bo'yicha, boshqa holat bo'yicha imtiyoz holatlari, kategoriyalari ko'rsatib o'tilgan soliq mobil ilovamizda. Endilikda ushbu holat ham xuddi o'sha nodavlat maktabgacha va ta'lim tashkilotlari bo'yicha imtiyozni tarkibiga qo'shildi va o'sha holat orqali soliq mobil ilovasi ham orqali ham imtiyoz olishga murojaat qilib, shu interaktiv xizmatdan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Mavzu yuzasidan qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat. Qonun bilan berilgan bu imtiyoz albatta ushbu, ya'ni nogironligi bor hamda ota-onani keng rag'batlantirish, shuningdek bu tadbirkorlik subyektlarini aynan shu parvarishga muhtoj bolalarni parvarish ko'rsatish bo'yicha faoliyatni yana ham kengaytirishga albatta bu imtiyozlar turtki bo'ladi va ushbu imtiyozlar berilish natijasida ushbu tadbirkorlik subyektlarini ixtiyorida bo'sh mablag'lar qolishi va ular bo'shagan mablag'lari hisobidan albatta tadbirkor faoliyatini yana ham kengaytirish, qo'shimcha moddiy texnik manbalarni albatta kengaytirib, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishga albatta o'z hissasini qo'shadi deb umid qilamiz.